Pul zarurligi uchun o'zim olgan narximdan arzoniga berib yuborishga tayyorman deyaptilar. Bo'stonliq tumani Oqtoshga kelganmiz. Bu mahallada bir sotuv yer narxi 12 mingdan 15 minggacha sotilayotgan paytda biz sizlarga bir sotuqni 8 mingdan kelishtirib qo'ydik. Eng qulay tarafi 3 ta ko'chaning o'rtasida joylashgan, 3 tomoni fasad. Bu yog'imizda ham katta suv oqib o'tgan, bu yog'imizdan ham katta suv oqib o'tgan. 500 metr pastroqda Gazalkin suv ombori. Xohlasangiz o'rtog'ingiz bilan ikkiga bo'lib, bu tomoniga boshqa dala hovli, bu yog'iga dala hovli qursangiz bo'ladi, chunki 3 ta tomoni fasad. Egalarining raqamini videoni ostiga yozib qo'yganmiz. O'zingiz aloqaga chiqib, yerni tepasiga kelib, bemalol barakani qilsangiz bo'ladi. Hujjatlarni ko'rdim, hammasi joyida, nayrang dokumentli qilinmagan. Poydevorlargacha quyib qo'yilgan. Gaz, suv, svet, kommunikatsiyadan muammo yo'q ekan. Bo'stonliq tumani Oqtoshdan dala hovli uchun yer qidirib yurgan yaqiningiz bor, sizni ham bilaman. Shu insonlarga videoni yuborib qo'ying. Arzon uchastkaga yerlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.